Nemish qilding? Hay paskin ravanda sening ko'chada men tinglarmi? Nemishga bu kamda qalding? Baldir kirib tomoq qo'pmamsan. Qarang uchib ketdi, balni bizga tashlab qo'yding-ku deydi. Bu 60 ming qo'y pul degan xeyli bir cho'ng gap. 60 ming qo'y emas, yinimdan bir 60 qo'y 6 qo'y chiqmaydigan desa. Hatto yo'ldoshimning maashi 5 ming qo'y chiqdi. O'zininki rasxodiga ichidigan chekadiganiga aqib qolgan hammasini shundoq opsiga berdi. Mening qo'limga bir paypoq og'dek pulni bermaydigan desa. Mening yinimda unchalik pul nemish qilsin. Bizning ota-onamning sharoitimi uningga yetmaydi. Uning to'g'ri kelmaydi. Shunda qilib salpiyib balni uyga yondirib keldik. Men ishlab tirishib pul topay degan o'yladim. Ham ishlashga boshladim. Shunda qilib balamga 4 oy bo'lganda balamning dadasi "Ap ketay" deb odam avatibdi. Gap avatibdi. Albatta kasal bola tug'di deb ular meni tashlab etgan. 4 oygacha izlamagan. Yo'ldoshim bir necha qitim kelgan bo'ldi, lekin uning uydagilar hech qaysi kelib boqmagan. Bo'pmi? Dadam qo'shilmadi bu ishga. Burun doim meni urib tilganlarda bardoshlik berolmay yomonlab kelsam, yo'ldoshim berib urib tillab haqoratlab meni qaytarib keladi. Dadamning oldiga necha qitim yugurib bosam, hatto dadamga tilsagan vaqtlar bo'lgan. Endi bu yordam soqchi bilsizlar. Bular haqavurroq keladi. Ko'pincha yerdan bazrunda emas. Mundaroq yerlarga kirib qolsa bo'ladi, yo'g'ancha odam yo'q. Ya men shu xizmatni qilmadim, ya shu tabiilam yetilib qolganmi, ya meni shu qadar ko'zga ilmaganlik uchun mening oldim shunda haqavurmi? Ajoyib yo'g'anchiki buningki mijozi yurishtirib gap so'ziga hech nima to'g'ri kelmaydi. Buning haqavurligiga yo'g'anchi menmandaligiga. Hatto dadamga javob qaytargan vaqtlar bo'lgan. Men yavaş ko'rgani uchunmi ishqa behli zulmiga behli eski rahimsiz de yo'ldoshim. Shunda dadam uni ancha bek yoqtirmaydi. Keyin shu qiliqlardan dadam tabiiy yoqtirmaydigan bo'lib qolgan. Shundaq bo'lsa-mu men hech bo'lmasa balamni davoltib saqaytqicha rasxodni o'zim qilib shu uyga ketsam deb hammaga chirashga tayyorlik qilib shu uyga yana bordim. Balamni ilib bu zulmat zindonga yana qaytdim bordim. Afsus, men behli oddiy o'ylab qopdim. Mening homildor 2 qat vaqtimni ko'zga ilmagan posh etmagan bu haq shu meyib balamni ilib qolsam men nima degan kema qil. Bular men kuyna bo'g'imidi, balam bu kuyna bo'g'imidi men rasli bir xato o'ylabaptim. Mumkin emaskan. Eski degan hammani eskilik qildi ekan. Afsus, men to'liq oddiy o'ylab qopdim. Nima bo'lmasin, balasi bo'lgandan keyin kuch chiqara deb o'ylab qopdim. Lekin hargiz undaq bo'lmadi. Endi meniki haqiqiy qulluq turmushim shu meyib balamni ilib mushu kelgandan keyin boshlandi desam ishonamsiz. Hatto bu uyda men burunqidan bek xo'rlandim deb kesib ayta olmayman. Qiynanam, qiyni oychilarim, bularning gap so'z til haqoratlari yo'ldoshimning xalganda tillab vurib silk ishlashlari er yekligini el yeklaydi deb mening yuz obro'yim qanchalik bo'lmoqchi. Yo'ldoshimning tutgan muomalasi o'tsa, ammo chitishim kerak. Erimga yolvurdim. Oyda 5 ming qo'y maash olsiz, ammo bir mo'jani qo'lim bermaysiz. Balamiz bo'smandaq men az to'la xarajat ajratib berang. Balaga ketadi, anjir doktorxonaga ko'kitayli desam, onamdan ilib xashla deydi. Buni vafodor farzand deymi yoki vafosiz er deymi? Nima dey? Hamishning asli o'z yo'lda bo'lgani yaxshi emasmi? Men amal qilib balamni cho'qim davoltaman degan o'yladim. Hech bo'lmaganda maoshingizni 1000 qo'y bo'lsin bering, men qolganini bir amal qilib balamni o'zim davoltay deb yil urib baqdim. Bir yig'izga qildi. Cho'ng bo'lganda o'ngshildi deb. Shundaq bel put qo'llar tatishliq bola cho'ng bo'lganda sizlarcha o'ngshilib qolamdi. Shundaq deydi, cho'ng bo'lganda o'ngshilib qolamish. Men har qitim baldavoldiman degandan keyin oilamizda, ya'ni yo'ldoshim o'rtamizda ikimizdan jidalning chiqqani chiqqanlar. Balam bu oilada hech kim bir ko'zga ilmaydigan menga o'xshash o'rinda turib qoldi. Burun yolg'iz qolgan bo'lsam, bu qiyinchilik, bu ishlarni endi balam bilan yudib turib qildigan bo'ldim. Ta'limga balam ajoyib yavash, qat'iy yig'lamaydi. Men qiynanam ham yo'ldoshimdan ajoyib qo'rqatdim. Chunki bular pat-pat zo'ravonlik qilib, til zo'ravonligi, tayoq zo'ravonligi qilganlik uchun. Hattoki ba'zida balam yig'lab kelsa, qiynapam qo'lingizga ilang demeycha, pitni buni yugurib bir ishim tashlab olamatdim. Oshirib deb qamala. Shu sharoitda yashagan faqat bir men o'zim bilman bu tuyg'ularni. Ishqilib ba'zida yig'lab ketatdim, ba'zida balamga qarab o'zimni texim xo'rinib qolgandek his qilatdim. Shunda qilib men bu qulluq xizmatiga cho'kdim. Cho'kmaymi, amalim yo'q, chunki men mushundan yotqadim. Balkim arz qismingiz bo'lmamdi deyishinglar mumkin. Menimda unchalik jur'at, unchalik g'ayrat, yo'qimda pul, nemish qilsin, hatto unchalik aqlmi menda nemish qilsin. Har kuni yerib charchaganda bu hayot shunchalik eg'ir keladi, bu turmush shunchalik eg'ir keladi. Men keling'u, har qanday kelin bo'g'ichi mushundaq o'tish kerakmi yoki mellimi deb hattoki ba'zida butun kelinlar menga o'xshash kun ko'ryotdi. Ko'nglimni yerim qolmadi deb o'z-o'zimga shunday tasalli berdim. Men o'xshash mushta bisim kunlarga uchraydi ham uchrayotdi deb o'z-o'zimga tasalli berdim.
Belki bunda kıyılıp ötkiçi arz kılsınız umamda deyişiniz mümkün. Kimge arz kılman? Muşuna aldığı verip muşuna arz kılman mı? Bu avval yezi verip arz kılmız kılsak mı? Bu yezi özü de işleydi. Hatta ki bana tehdit silip menin kem akıllığımdan, iş gömüyen güdeklikimden faydalanıp sen öydün yamanlap çıktığın bolsan, sen menin tüpemden andayı barsan, mandayı barsan akılların türmüge soğutup bir ömür çıkan baskı edeydim edilse men işinip kokap gittim ben. Ras dep. Maras muşta koldan kildi dep. Ameliyat hazır aklımda oysam o işler onun koldan kemmeydi o inaklam. Men şu derecede kem akıl qo'rqanchaqligimdan men shu vaqtdagi o'zimni haqiqiy ular qo'l qilib tutibdimi. To'xtamay men tehdit salati, to'xtamay tillashlari, hatto bir kuni oshnasini uyga egagan. Hattoki oshnalari bilan oldimda telefonda paranglashadigan bu xil ahvollarim keyin bo'ldi. Men teximni tushkilishib jimg'irishib ketdim. Bir kuni etizdan kirsam, qiynacham uyga bir xizmatdashni boshlab ketdi. Xitini ba xotinimga xizmatdashimni ma og'inam sana ipirmiz deb shu parani qilyapti. Albatta bularni men anglab turman. Ular anglab qilishimdan yana birnim o'ylab qilishimdanmi asla qo'rqmaydi, qo'ni qisqilchiqqa olmaydi, chunki men ular ko'zga ilmaydi. Özümge az ata-onam zo'lab tengib bergandikin, ata-onam ekkab bergandikin nima deyalayman, ortiq gapirmadim, hech nima demadim, qilchi ochiqmi kelmadi, ham yig'lamadim. Yo'lishim bilan jidal qilmadim, shunda qilib men ikkinchi balamga bilib bilmay qo'saq ko'tarib qaptiman. Miyib balasi va anlab biladi. Balamiz miyib bo'lsa, yana bir bola tug'ib olsam, sog' salomat tug'ib olsam, aksiga yo ochisi hamra bo'lsa degani biz anlab o'ylaydi ekanmiz. Men garchi shunda o'ylab qo'saq ko'tarmagan bo'lsammi, qo'sqimda qolgandan keyin men shuni o'yladim, aksiga hamra bo'la, qirinchi hamra bo'la, bo'ptila tug'aycho degan o'yladim. Men ikkinchi balamga qo'saq ko'tardim. Cho'ng o'g'lim uchun yana bir hamra bo'ldi degan o'yladim. Bu kunlarim bu xorliq tayoq to'qmoq bundan o'tib emas degan o'yladim. Urush chidal bilan qo'sqim 6 oylik bo'ldi. Tinim topmay ishlayman. Na o'zimni tuzgidek imkon, na bir yonchiqimda bir yuz qo'ycham pul. Itiziriqning ishi. Ya'ni kim shu ketmen saladigan ishlari, qas saladigan ishlari, do'rchachadigan ishlar hammasi mening zimmamga yuklaylik. Men bu kilim bo'lib kelmayamsam, qandoq qilib o'g'iydi? Itizlan tamay tashvita bo'g'imidi, odam salab bo'g'imidi, o'zlari qilib bo'g'imidi. Cheksiz bir mushtaq cheksiz xiyollar g'arq bo'lib ketdim. Ig'ir do'rtonlarni yudib, dumbamga odaman ashtaq chechib itizliqlada. Kunlar men mushtaq itizdan boldir kirsam, ishni avutmay boldir kiribsan deb tillaydi. Keyin qasam, taladim nima ish qilding? Hay paskin ravandisining ko'chida men tanlam nimishki bu kemda qalding, baldir kirib tomoq qo'pmamsan, qarang uchib ketdi, balni bizga tashlab qo'yding-ku deydi. Qo'sqimda 6 oylik holding shunda. Yiliq balam qo'limda. Her gün iş qilib, har xil bahan sabablar bilan cho'qim tilgan, tilsag'in. Bu musablarning yiga ishkini joyidan kirib, joyidan chiqmamdiki deb o'ylayman. Bir kun bekli charchab ketganligimdan o'rnimdan tura olmay qoldim. Qiynanam ishini zarda bilan ichib kirdi. Qo'rqib sakrab o'tirib ketdim. Balamni qo'rqib qiqirab ketdi. Nashliq tomoq atmay, nimish qilsa kun chiqishi yetdi deb til haqoratildi. Balalarım choy ichib mangdi, tomoq etib qilmamsan deb o'ziniki xizmatga chiqqan shu balalarning qo'sqinda yana shu manga tilsag'an bo'ldi deb dushkallab tillab poska aytibdi. Ig'ir badnimni so'rab sirtga chiqdim. Bu haqorat, bu til dashnam, tayoq to'qmoq nimishqa? Men nimishqa bularga bardoshlik beraman? Nima sababdan o'zimni buncha xor qilman? Ota-onam qat'iy deyamaydim. Ham desam nimishqa turdi, ular menga o'z zo'lab bergan. O'zi bo'pti balam tug'sam balig biz ega. Ya tushirib mana balam menga doktorxonga demay homildor ekansa deb yo'lga sep ekib qo'ygan shular emasmi? Hatto muhabbatimdan yaxshi ko'rgan odamimdan orib bergan shular emasmi? Nima deyalayman? Kimga? İkkilisniki hem onun üstü yürek kesilib bo'lib qoldi ota-onamning. Hem yetiq bo'lib qoldi. Meningdan bo'lsin, xotirjam bo'lsin, demaychi deb ishimga yutishga majbur bo'ldim. Bu kunlarga bardoshlik berdim. Bu jarayonda men alam chidamay, orqamga isilib yoki dori ichib, o'lishdim, hatto o'zimga pichoq tiqilib yoki beg'ishimni kesib degandek hayotimdan rat umidimni uzib ulgurgan vaqtlarim bo'ldi. Erimga dedim, men bek charchadim. Faqat bardoshlik berdik holim qolmadi. Ya itizning ishi qarishib be, ya balni beqishib be dedim. Yeni jang, yeni tayoq, yeni til. Men nima degan bechora. Qiynanam shunchalik sat haqorat tillar bilan tillab ketdi bu gapimni anglagandan keyin. Uydan chiq qo'sqingnikini oldirib, nega vasang bormayib balang bilan. Xizmating bormidi? Qilmay nima ish qilyapting? Qilsa qo'sqing mishada to'yayotgan tutsa deydi. Hey, o'zining ikki qizi bor.